Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve min vala. Abu Hamid al-Ghazali rahmetullahi aleyhinin Hidayet'nin mukaddimsi namlı kitapta biz bugün okuduğun dersimiz Cüme'ninki, Cüme namazı, yani Cüme gündeki kılış tigişlik işler ve şu gündeki edep, kaide, usullar hakkında toxtulup ötümüz. İmam Gazali şunaq deydi, bilip koyun ey bende. Cüme günü bolsa müminlerin nazarida o bir bayram, o şereflik bir gün. Allah subhanahu ve teala muşu ümmetni, yani muşu Müslüman ümmetni alayda farklı kılıp yaratkan bir gün bu. Çünkü bu cüme günde mucmel, yani iniksiz bir vakit var. Kandak bir Müslüman bende şu vakitka mas halatda Xudodan bir narsa so'rab qoladigan xalqini Allah berdi. Shuning uchun sen bu kunga payshanba kuni tayyorlik qil. Kiyimingni tozalab, ko'p istig'for, tasbih aytib, payshanba kuni kechda. Chunki bu vaqt fazilatda juma kunlik fazilatga yetib qopadigan bir kun dedi. Yani payshanba kuni. Bazı sebeplarniki deyishcha shariatda. Allah subhanahu ve Taala'nın bendelerge birdiğe rızıktan başka nurgun töhbe tartıkları bakende. Bu töhbe tartıklarını şu Perşembe günü Cuma günü geçip verildi dep bazı sebepler şundak degen. Şunlaşka bu Perşembe günden başlayıp tayarlıqını kıyıl deydi. Cuma günü roz tutuş niyet kıl. Bu şembe bilen birlik koşap ya Perşembe bilen koşap hem yalğız Cuma gününün özüdülen roz tutuş hakkında çeklimi var. Tan yoruğa vaxtıda jünop kılgın. Çünkü Cuma günü jünoş her kandak bir balağat yetken adamı nispeten bir muakket, yani takitlik bir sünnet, bir mecburiyet bu. Bu olsa sen ak kiyimlerini keygin. Çünkü Xuda en yaxşı gördüğün kiyim ak kiyimlerdir. Hem de xushpurak narsalarni ishlat deydi o'zining qishida bor bo'lgan. Bo'lsa badaningni nayt bak tozla. Mayli beshog'ni tushirish bo'lsin, qirqish bo'lsin, tirnoq qilish bo'lsin, misvak ishiltish bo'lsin. Ishqilib, mushu pokizlik turi kirdigan har qanday narsalarni ishiltib sen pokiz bo'l. Xushpurak narsalarni ishlat. Bo'lsa sen camiga dedi. Baldur bar. Cuma kunda qilish tegish ishlar haqida maktabdan shariatda yana mundaq debdi. Bo'lsa mushu juma kuni kutilish qoidasi nati mukammal bo'lgan yaxshi. Hamda tong atqizgan vaqtida g'ofillar guruhidan, g'ofillar qatlamidan bo'lib qolmagan. Ular masalan, g'ofil odamlar bugun nima kun? Bugun qaysi kun deyishidi. Bazı sebeplarning deyishicha, hamda kishilar Cuma günü nahayeti bek nesibilik, taleylik bo'lib ketadi. Ay Cuma'ni kutib, ay shu ertadan boshlab Cuma'ning tayyorligini qilib qilgan bo'lsa. Mana bunday odamni bek taleylik, nesibilik odam deymiz. Ammo nasibisiz, taleysiz odamni qanday odamlarsa, Cuma kuni tong atgan vaqtida bugun qanday kun deydigan odamlarni biz taleysiz odam deymiz. Chunki bu tayyorliksiz. G'azali o'zining gapini to'liqlab, sen jumaga borganda baldur ba. Chiroyli ravishda, chiroyli shaklda, tamkin, salmoq holatda. Payg'ambar alayhisolatu vasallam hadislarda shunday deydi: kim jumaga birinchi vaqtda borsa, dastlabda bu odam bir to'gi sadaqat qilganning ajrini oladi. Ikkinchi vaqtda borsa, sal kechkiroq bu adam bir kala sadaqat qilganning ajrini oladi. Uchinchi bosqichda vaqtda borsa, bir qo'chqa sadaqat qilganning ajrini oladi. To'rtinchi vaqtda borsa, to'g'ri mekiyan sadaqat qilganning ajrini oladi. Beshinchi soatda borsa, bir tuxum sadaqat qilganning ajrini oladi. Imom shunda xutba chiqdimi? Endi yoziladigan daftarlar qatlandi. Farishtalar daftarlarini qatlab
qalamlarini yig'ishtirib, munbardan qiziq kelib, hamda zikr tasbih xutba anglashga boshlaydi deydi. Ya'ni shu xutbaga imom chiqishdan burungi soatlarning hammasi 5 vaqt, 5 bosqich. Masalan, 9 dan boshlangan bo'lsa, 9, 9:30, 10, 10:30 degan o'xshash, mushta bosqichlar. Hamda ba'zi asarlarda deyilishicha, kishilar hamda Xudoning huzuriga qarab huzurlangan odamlar masalan, bu juma kuni qanchaki tiz bora olgan bo'lsa, shuning qarta Xudoning huzurida Allohga qarab huzurlanadi deyilgan. Xo'sh, endi sen jamiga kirgan vaqtingda birinchi safni niyat qil. Birinchi safni izlab bor. Agar xalqlar masjid to'lab bo'libdi, oldinliq odam bor ekan, undaqda kishilarning gadindan otlab yurma. Chunki bu vaqtda ig'ir bir ogohlantirish kelgan. Yani qiyomat kuni bu odam xalqlar mağdağın ko'ri qilinadi deyilgan. Dastlab mağdağın. Demak, sen qiyomat kuni mushta avvalgi yo'liqib qilishdan saqlanay desang, masjidda xalqning bo'ynidan otlab yurma dedi. Ularning oldidan sapning oldidan o'tma. Ya tomning yoki bir turikka yaqin o'ltir. Sening oldingdan xalq o'tib qolmasin. Yani gunoh bo'lib qolmasin boshqalarga dedi. Chunki hadisda bir odamning bir kul olib ketgani ya chirib ketgani shamol to'zib ekitadigan. Mushta bo'lib ketgani yaxshi namozning oldidan o'tganda deyilgan. Hatto payg'ambar alayhisolatu vasallam namoz o'quvchining oldidan o'tayotgan odam o'tganlikning gunohini bilsa, bu odamning namozning oldidan o'tmay 40 tug'ini yaxshi degan. Yani bu 40 yilmi, 40 kunmi, 40 oymi har xil tafsir qilingan. Demak, namozning oldidan o'tish ig'ir gunohlar qatoridan deyilgan. Sen endi masjidga kirgan vaqtingda tahiyyatul masjidni o'qimay turib o'ltirmag'in. Bo'z 4 rakat o'qisang yaxshi. Har bir rakatda Fatihani o'qib bo'lgandan keyin sura Ixlosni 50 qatim o'qisang texmi yaxshi. Ba'zi xabarlarda kim mushtaq qiladi ekan, bu odam jannatdagi o'rnini ko'rmay turib o'lmas deyilgan. Yoki jannatdagi o'rni ko'riladi deyilgan. Agar imom xutba o'qiyotgan bo'lsa, tahiyyatul masjid yengil o'qi, ya'ni tashlab qo'yma. Sunnatda bu tahiyyatul masjidning 4 rakatida sura An'am, sura Kahf, sura Taha, sura Yasinni o'qish tavsiya qilingan. Agar bu uzun suralarni o'qiyamasang, bilmasang, undaqda sura Yasin, Alif Lam, Sajda, Ham, Duxon, suratul Mulk, Tabarakni o'qi. Bu suralarni juma kuni kechda o'qib yetishni unutma. Bu haqda nurg'un fazilatli bayon qilingan. Endi bundaq suralarni o'qishga sening qudrating yo'q, Qur'on savoding yo'q, yo'da bilmaysan. Undaqda sura Ixlosni, Qul huvallohu ahadni nayt ko'p o'qi. Juma kunda bo'libmi payg'ambar alayhisolatu vasallamga durud salom yo'llashni ko'plab o'qigan. Allohumma salli ala Muhammad va bu haqda nayt nurg'un hadislik ekan. Endi imom xutbaga shunday chiqdimi, namozni o'qimi, so'z qilishni to'xtat. Jim. Muazzin endi hazayatida xutbaga imom xutbaga chiqqanda. Muazzinning javobi bilan mashg'ul bo'l. Allohu akbar, Allohu akbar bilanda. Ondan xutbani quloq silib, zan silib tingla. İmamның nasihatlariga quloq sol. Xutbaning beshidan gap qilma qatdi. Hadislarda kim o'ziniki yenidagi do'stiga imom xutba o'qiyotgan vaqtida jim tura bo'ldi qilar degan bo'lsa, bu odam lag'v qilgan. Lag'v degan gap, ya'ni behuda ishlarni qilgan bo'ldi degan. Kim behuda ish qilsa, bu odamga juma yo'q. Bu odamning jumri juma emas, ya'ni jumaning savobi yo'q deyilgan. Bu yerda jim tug'in degan gapning o'zi bir so'z.
Mesela midilab ketgan bo'lsa jim turg'in deydi-da odatda. Muşta bir yaxshi gapni degan odamning jumir bo'lmagan ahvol ostida boshqa har qanday so'zni tark etmoqchi. Uningdan boshqa so'zlarni qilish albatta cheklandi. So'z bilan emas, hatto ishorat orqali gap qilishing yaxshi emas bu vaqtlarda. Yuqorqidek endi imomga agash deydi. Bunaq demoqchi bo'lgani endi imom namoz o'qigan vaqtingda sen imom qanday qilgan bo'lsa shunday qil demoqchi. Namozni o'qib bo'lding, salomni berib bo'lding. Gap qilishdan burun sen 7 qatim sura Fatihani o'qib et. Namozdan keyin sura Ixlosni 7 qatim o'qib et. Qul a'uzu bi robbil falaq, qul a'uzu bi robbin nas 7 qatimdan o'qib et. Mana bu seni mush jumadan kelar jumagacha bo'lgan orliqda seni qo'g'daydi deydi. Şeytandan sana bir mudafaa bo'ladi. Bundan keyin mundaq degin. Duani o'qi. Allohumma ya g'ani ya hamid. Ey büyük maqtashqa sazavar bo'lgan, behojat bo'lgan Allah. Başta bizni yaratgan, hem keyin bizni hem yaratadigan ulug' Parvardigor. Ey sevimlik mehribon Allah. Meni halal rizqing bilan haramdan yiroq qilgin, saqlag'in. Sana itoat qilish fursati orqali gunoh qilishdan saqlag'in. Sen o'zingning fazling bilan sendan boshqa har qanday yomon narsalardan, sendan boshqa har qanday narsalardan meni qo'g'dig'in dedi. Andi jumadan keyin 2 rakat ya 4 rakat ya 6 rakat sunnat namoz o'qi. Bu vaqtda xilma-xil rivoyatlar bayon qilingan. Ba'zida 4 rakat, ba'zida 2 rakat, ba'zida 6 rakat. Kitobdagi sharhida bayon qilinishicha, Hazrat Ali radhiyallohu anhu bilan Hazrat Osmon radhiyallohu anhu shunday degan ekanda, bular kim quloq silib, jim turib xutba anglasa 2 ajri bor. Ammo quloq solmay jim turgan bo'lsa 1 ajri bor. Ammo quloq silib lag'v qilgan bo'lsa 2 gunoh bor. Ammo quloq solmagan bo'lsa lag'v qilgan bo'ldi, bu odamga 1 gunoh bor deb tushuncha bergan. Bo'lsa imkoniyating yetsa, andan keyin juma namozini o'qib bo'lding. Shomgacha yoki asrgacha masjidlam o'tda. Bu sharaflik bir vaqt bor juma kunidagi. Muhim duo ijobat bo'lgan. Mush vaqtni ko'z tutdi. Balkim chunki bu shu hamda mubham, aniqsiz bir vaqt bu. Shu kunning o'zida etigandimi, kechdimi vaqiza bilgul bo'lmaydi. Balkim sen Xudoga nol faryod qilgan holatingda shu vaqtni tepilishing mumkin. Jamilarda kishilar so'rin tuzib o'tirgan halqalarga yoki maddohlar so'riniga kelib o'ltirma. Balki foydali ilm so'rinlarini ko'zlab o'ltirgan. Mana mush foydali ilm sening Xudodan qo'rqadigan qo'rqinchingni oshiradi. Dunyoga bo'lgan rag'batingni tuvallashtiradi. Seni dunyodan oxiratga jalb qilolmaydigan har qanday ilm bir nadonlikdir. Sana nadonlikni qaytlaydi bunday ilm. Shunashqa foydasiz ilmdan Xudodan ko'p panoh tiladi. Bu so'zning sharhisida bayon qilinishicha, camilarda yoki boshqa masjidlarda dunyo so'zlarini qilish yaxshi emas. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oxir zamonda kishilarga bir davrlar keladi. Ularning so'zlari masjidda dunyo ishlari, dunyo so'zlarini qilishidi. Allohning ularga hojati yo'q. Bunda odamlar bilan o'tirish qo'pash qilmanglar deyilgan. Hamda quyosh chiqqan vaqtida, quyosh toza shu qayrilgan tushda, quyosh patgan vaqtida, imom takbir aytgan vaqtlarda, munbarga chiqqan vaqtlarda, xalqlar namoz o'qigan vaqtida sen bakrak duoni ko'p qil. Balkim mush sharafli ulug' vaqt mush vaqtlarda bo'lib qolishi mumkin. Bu kunda bo'lsa imkoniyating yetsa sadaqat qilishga tirishqin. Az bo'lsin mayli. Namoz, sadaqa, ro'za, qiroat, zikr,
e'tikof qatorliq turli ibodatlar jug'langan bir kun bo'lsin bu. Sen bu kunni haftalar ichida xos oxiratga ajratgan kun qilgin. Haftada bir kun sening xos ibodat kuning bo'lsin. Bu qolgan haftalarga kaforat kun bo'lib qolishi mumkin. Bu meseleninki şerhisida ulamolardan hamda bu camialarda xalqning gadindan atlab tilamchilik qilgan odamlarga sadaqa qilish durust emas, yaxshi emas deb qaraganlar bor. Lekin hamda shu xalqning gadindan atlamay, masjidning o'zida so'may, talada o'tirib tilamchilik qilgan bo'lsa, u mayli deb qaralgan. Bu şoğlan biz cuma kundagi adab, axloq, qoida, usullarni tugatib bo'ldik. Amdilikda biz şu ro'zaga munosabatli adab, qoida, usullarni o'tamiz. İmam G'azzali rahmatullohi alayh Ramazondagi adab, qoida, usullari haqida so'z qilib mundaq deydi. Biz birinci gap şerhisini o'taylik bu yerda. Allohga hamdlar bo'lsin. Hem Ramazonda munosabatlik hamda zohiriy tashqi majburiyatlardan birincisi Ramazon oyini ko'z tutish birinchisi. Ramazonning oyi qachondir deb shuni ko'z tutish kerak. Chunki Ramazon oyini ko'rish bilan Ramazon kirdi. Agar havo bulutli bo'lsa, Sha'bon oyini 30 qilib to'liqlaymiz. Bu yerdagi oyini ko'rish degan gap, ya'ni bilsak kifoya. Mana bu adil odamlarning gapiga ishinib ro'za tutamiz. Endi Sha'bon oyini faqat ikki adil odamlarning guvohligi bilan isbotlaymiz. Sha'bon oyi kirganligini. Chunki bu ibodat ehtiyot bo'lish kerak. Lekin oyni ko'rganda bir adil odamdan anglasak kifoya deydi. Oyning ko'rganligini bir adil odamdan angladik, uning so'ziga ishonamiz, gumonimizning shu uning so'zining rostchil ekanligiga gumonimizni ag'dirmiz. Bu yerdagi gumon ma'nosi, ya'ni ishonchlik ma'nida keltirilgan, ya'ni ishonish ma'nosida. Undaqda bu odamning ro'za tutishi vojib. Qozi buyruq tushmagan bo'lsin. Har qanday banda o'z ibodatida o'zining gumonining g'olibiyati, ya'ni qalb moyilligi tarafi bo'yicha ergishib ibodat qilsin. O'zining qalbiga ergashsin demoqchi. Agar bir shaharda oy ko'rinmay, ya'ni bir shaharda ko'ringan bo'lsa, bu ikki shaharning oralig'ida ikki marhala bo'lsa, ikki marhala bir 60-70 kilometr oraliq hamda hammalarning ro'za tutishi vojib ham ikki shaharning. Agar bundan yuqori bo'lsa, 100 kilometr yoki bundan ortiq bo'lib ketsa, har shaharning hukmi o'ziga deydi. Her shahar o'z ko'rish kerak demoqchi. Bu mesele burunqi imkoniyatlarga oid oz vaqtlarda bo'lgan mesele. Bugün kunda hamda imkoniyatimizni oid to'liq bir shaharda oy ko'rdi desa, butun dunyo yer shari anglab ketadi. Bugün hamda bu meseleni umumlashtirgan yaxshiroq. Ramazonning adab, qoida, usullari haqida sen bir musulmon bo'lgan ekansan, faqat Ramazonning ro'zasini tutib, nafl ro'zalarni tutmasliging tazi yaxshi avval emas. Bu nafl ibodatlar bilan tijorat qilishni tashlab qo'ysang bo'lmaydi. Firdavs jannatlarda oliy darajalarni qozong'ing yo'qmi? Sen qiyomat kuni ro'zlarga qarab hasratlanib qolasan, nadomat qilib qolasan deydi. Xuddi u kunda yuqur maqomlarda tug'anda ro'zlarlar. Sen bir chaqnagan yulduzlar qarab havas qilib qolasan. Nurg'un fazilatli kunlar bor. Hadislarda bu kunning sharafi, fazilati bayon qilingan. Bu kunda ro'za tutishninki büyük ibadet ekanligi eskartilgan. Masalan, Arafat kuni, Ashura kuni, Muharramning 10'i, Zilhajjining 10'i,
Muharramning avvalgi 10'i, Rajab, Şaban qatorliq. Hamda ro'za tutish fazilati bayon qilingan, harom qilingan oylar bor. 4 oyda, masalan, Zulqa'da, Zulhajja, Muharram, Rajab. Birisi ayrim Rajab. Qog'ini arqi-marqi keladigan. Zulqa'da, Zulhajja, Muharram. Mana bu yillarda ro'za tutish fazilati bayon qilingan. Ammo oyga nisbatan oyning 5'ida, o'ttirda, oxirida, oq kunlar va 13, 14, 15 bu kunlarda ro'za tutsangmi yaxshi. Ammo hafta kunlariga nisbatan dushanba, payshanba, juma ro'za tutqin. Dushanba, payshanba, jumaniki ro'zalari haftalik gunohlarga kaforatdir dedi. Hamda sahih hadislarda keltirilishicha faqat dushanba bilan payshanbada ro'za tutish eskartilgan. Ammo juma kuniga nisbatan G'azali bu bir yaxshi kun bo'lg'achqa Xudoga sen yaxshi holating bilan uchrashqin, duo qilgin deganni maqsad qilib o'zing ijtihodi bilan qo'shib qo'ygan bo'lishi mumkin. Endi bir oyning gunohlariga har oyning 5'ida, o'ttirda, oxirida 13, 14, 15 taq oq kechalarda ro'za tutish orqali bir oylik gunohlarga kaforat topla. Bir yilning gunohiga nisbatan mush kunlarda, mush mazkur oylarda ro'za tutish orqali bir yillik gunohiga kaforat yiq. Bu yerda kaforat ma'nosi gunohlarni yuydigan sopun demakchi ma'nosi. O'ylab qolma, bu ro'za tutish degan gap faqat yemek, içmek, tamoq, arayonlik munosabat qilmaslik degan gap emas. Payg'ambar alayhisolatu vassalam hadisda nurg'un ro'za tutgan odamlar bor. Bu adamning ro'zalaridan bu odamga faqat ochlik, susuzlik qilib qolgan, ya'ni foydasiz, savobsiz qoladigan nurg'un ro'zalar bor demakchi. Balki ro'zaning kamolati haqiqiy ro'za nima deganda sen bütün a'zolaringni Allah yomon ko'radigan ishlardan yig'ishing kerak. Undaqda sen ko'zni yomon ishlarga, haromga qarashdan yig'ishing kerak. Tilni o'rinsiz gap qilishdan yig'ishing kerak. Quloqni Allah harom qilgan narsaga quloq solishdan yig'ishing kerak. Chunki quloq sog'ichimi deguvchining o'rtoq sherikidir. Masalan, bu g'avat qiluvchilarga nisbatan aytilgan, ya'ni g'avat qilgan odamning g'avatini tanshab o'tirib berish g'avat qilgan bilan barobar. Shundaqla sen bütün a'zolaringni, qo'soqlaringni, o'zingning jinsiy a'zolaringlarni yig'ishing kerak deydi. Bu vaqtda shariada bundoq deyilibdi. Sen deb qilishing mumkin balkim. Kim qo'sqini o'zing jinsiy a'zoyini yig'a olsa, bu odamning ro'zi durust, faqilamushlar degan deyishing mumkin. Undaqda buni qanday qilamiz deb savol so'rasang, bilgin. Zohiriy faqihlar zohiriy shartlarni isbotlaydi dedi. Ya'ni demakchi bo'lg'ini fiqhiy olimlar bir masalaning tashqi ko'rinishi qarab baho bekitadi, o'lcham bekitadi dedi. Bu batiniy shartlarga nisbatan zohiriy shartlar ojiz. Bo'libmi g'aybat va uning o'xshash masalalarning gunohidan ig'ir. Sen bu zohiriy faqihlarning so'ziga qaragan vaqtingda bu faqat dunyoga yuzlanadigan, dunyoni bek yaxshi ko'rib ketadigan umumiy g'ofil xalq bor. Shular qarta deyiladi bularning so'zi. Ammo haqiqiy oxirat, rabboniy oxirat ulamolari bo'lsa, bu yerda sahih degan iboratni ishlatadi. Ya'ni bundoq deganligi shu ibodatning qabul bo'lish masalasi, maqsadga yetish masalasi. Bu yerdagi maqsad, Ramazondan maqsad ularning maqsadi. Allohning axloqi bilan axloqlanish banda. Banda Allohning axloqi bilan axloqlanish. Mana bu eng oxirgi nishon.
imkoniyating yetishicha bütün shahvatlardan malaikalarga ergashgan shaklda yig'ilish kerak. Chunki farishtalar bütün shahvatdan xoli. Bu yerdagi shahvat hamma shahvatni o'z ichiga oladi. Nafsniki bütün arzu, tamollari hammani o'z ichiga oladi. İnsanning darajasi çarpay hayvanotlarning darajasidan sal yuqoriroq. Chunki bu o'zining shahvatini aql nur orqali sundira oladi. Biroq farishtalar darajasidan tuvan inson. Chunki shahvat insonni qoplagan. Davamlı shahvat bilan kurash qilish ishlar bilan inson mashg'ul. Qachon shahvatga dum tushdimi, eng tuvan qatlamga tushadi. Hayvanotlar qatlamiga tushib ketadi, qo'shilib ketadi. Ammo shahvatni yig'ib, shahvatini kurash qilib to'sa olsa, bu eng yuqori yuksak maqomga o'rlaydi. Undaqda farishtalar qatori qo'shiladi. Farishtalar Allohning eng yaqin bandalari. Farishtalarga ergashgan, farishtalarga o'xshagan, farishtalarning axloqi bilan sifatlangan odamlar, farishtalar kabi Allohga yaqin odamlar. Chunki Allohga yaqin odamlarga o'xshagan odam yaqindir. Bu yerdagi yaqinlik musofa, makon, o'rin bilan emas, balki sifat orqali yaqinlashish. Mana bu qalb sohiblari, aql arboblari nazaridagi Ramazonning siri. Undaqda nima foydasi o'ylab baqa? Sen aytganda ro'za tutib, bir vaqt tomoqni tushlik tomoqni yemeding-da, mesela aytganda ro'za tutgandan keyin tushlik tomoqni yemeding. Ama kech bo'lganda ro'za iftor qilganda sen 2 vaqt tomoq, 1 vaqt tomoq yedigan yoki 2 vaqt tomoqni jug'lab yevetding. Kunduzi shahvatlaringni yig'ib, kech bo'lgan vaqtida shahvatga yana dum tushding. Bu yerda yana tomoq shahvati. Bunun nima foydasi? Agar bunun foydasi olsa payg'ambarimizningki so'zining ne ahamiyati olsun undaqda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nurg'un ro'ztugan odamlar bor, buning ro'zsidan faqat ochliq va ussizlik qilib qoladi degan. Ramazonning maqsadi shahvatlardan o'zini yig'ish. Sen nafsingni yig'olmading kech bo'lganda deydi. Shuning uchun Abu Darda radhiyallohu anhu mundaq degan: Muborak aqlliq donishmandlarning uyqusi. Ularning ro'zsiz kunlari muborak. Ahmoqlarning uyqudan bedorligi, ularning ro'zlari ularni aldab qo'ydi dedi. İman, ishonch va taqvolikda bug'doychilik, bir donchilik, ishonch, taqvolik tog'dak mag'rurlarning ibodatidan yaxshi dedi. Yani sen nurg'un ibodatlarni qilding. O'zingning ibodatingdan mag'rurlanding. O'zingning ibodatingdan o'zingni bir oz cho'ng ko'rib olding. O'zingni taqvo ko'rib olding. O'zingni bak nihoyat Xudoga yaqin ko'rib olding. Namozni jiq o'qiydigan, ro'zani ko'p tutadigan ko'rib olding. O'zingni sen boshqa gunoh qilgan odamlardan sen bir xil darajalik ko'rib olding o'zingni. Hanim bo'lsa, mening ibodatim jiq deganda. Bunda ibodatlardan zarrachilik taqvolik yaxshi. Bu odamni ahmaq deymiz degan Abu Darda. Shuning uchun ba'zi ulamolar aytadi, nurg'un ro'zsiz o'tgan kishilar bor. Ro'zdardek yashaydigan. Nurg'un ro'zdar odamlar bor, ammo ro'zsizdek yashaydigan. O'zi ro'zsiz. O'zi ro'zsiz, ammo Ramazon tutganda yashaydigan odamniki bu bütün a'zolarini, nafslarini gunohdan saqlagan odamlar. Yeydi, ichidi, ammo ro'zdardek buning kuni. Ammo o'zi ro'zador, ammo ro'zsizdek yashaydigan odamlar bor. Ichi ussiz yuraydi, qo'sqini ochgan, ammo tilini, a'zolarini, shahvatlarini qo'yib bergan. Bu G'azalininki
Ihya Ulumuddin'de bayan kılınan nakiller. Hoş. Hamda mavu sözü kelsek, haberlerde kelişçe 5 adam, yak 5 xil avval rozun sundurdu deyilgan. Biri yalğancılık, biri g'aybat, suxanchilik, yalğan qasam, shahvat bilan nomahramga qarash masalasi. Bu xabarlarda deyilibdi, balkim ulamolarniki so'zlardan bo'lsa kerak bu. Payg'ambar alayhisolatu vasallam hadisda shunday deydi: Ramazon demak bir qalqon demakdir. Sizlarning biringlar ro'za tutgan vaqtida sat gap qilmasin, behuda, o'rinsiz gaplarni qilmasin. Bir odam uni tillab urishib qo'ygan bo'lsa, men ro'zador desin. Onundan ortiq gap qilmasin. Sen imkon bor ro'za tutgan vaqtingda halol tomoqqa iftor qil. Halol tomoq bo'lsa-mu uni jiq yeyolma. Sen kundi kechda yeydigan tomoqingdan oshirib yema dedi. O'xshash ya. Ro'za tutdim deb jiq yeyolma. Sen o'zing odatlangan narsadan o'shq yeyorsan, u farqsiz yana. Uni bir qatim yemsa, ikki qatim yemsa, maqsad bu ro'zadan maqsad sen shahvatingni sundirish, kuchingni ojizlashtirish. Bu orqali sen taqvolikka yetish maqsad qilingan ro'zadan maqsad. Sen kunduzi yemoqchi bo'lgan tomoqingni kechda yig'ib yeyorsan kunduzi ro'za tutdim deb. Ondaqda sening ro'zaning foydasi nima? Oshqozoningga bu tomoq ig'ir keladi. Allah eng g'azablanadigan holat nima? Haloldan bo'lsa-mu to'yilgan qo'saqqa Allah bek uch. Sen ro'zaning ma'nosini bildingmi? Kuchingning yetishicha ro'zani ko'p tut. Bu ibodatning asosi. Allah'a yaqinlashadigan iltijoning ochqichi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam shunday deydi. Allah tabaraka va taala hadis qudusida shunday degan: Har qandaq yaxshilik bir yaxshilik qilsang, bu 10 hassidan 700, hatto buningdan ortiq hassilab mangadi. Ammo tomoqni ko'p yeyish masalasi, oz yeyish masalasi kelgan vaqtida shunday debdi. Ham tomoq yegan vaqtida yaxshi gaplarni qilish kerak, so'rinda solihlarning tomoq haqidagi hikoyatlarini so'zlab, undan boshqa yaxshi kishilarning tarjimaligi munosabatlik. Umuman hamda tomoq vaqtida yaxshi gaplar bo'lgan yaxshi debdi. Hamda G'azalining so'zi qaytib kelsak, har qanday yaxshilik bu narsadan 700 balkim undan ortiq qatlanib ma'du. Lekin ro'za mening onun mukofotini men beraman degan Allah. Payg'ambar alayhissalatu vassalam shunday deydi: Mening jinim Allohning ilkida bo'lgan Xudo bilan qasam, ro'zadarning og'izdagi balg'am Allohning huzurida miski ambardimi bakrak xushpuroqdir. Allah subhanahu va taolo deydi: O'zing shahvatini, yemak ichmakini mening sababimdan bir kun bu odam, ya'ni tashladi. Meni deb. Ondaqda ro'za mening buning mukofotini men berma deyilgan. Bu so'zinki sharhisida Imom G'azzali mundaq deydi: Ro'zaga sabr qilmoq shaytonni qo'g'laydigan maxsus bir nafsi chiniqish. Shaytonning yo'llarini to'sashdir. Shayton mağdigan yaraqlarni, tomirlarni tarlashtirishdir. Shuning uchun Xudo bu ro'zaning ajrini o'ziga xos qilib olgan. Allohning dushmanini betjit qilgan vaqtida Allohga yordam, nusrat berganlikdir. Allohga nusrat berish bandining Xudoga nusrat berishiga bog'liq. Amaliyotda Alloh taolo bizning nusrat berishimizga muhtoj emas. 7 qat osmon zaminning egisi bo'lgan bu koinotning egisi bo'lgan Allah
Bizim hiçbir nusretimizge muhtaç emas. Ama ayet hadislerde bir yerde nusret sözüyle işletken. Yani bendinin Xudoga yaqinlashishini Allah'a bir nusret deyilgan. Amaliyotda bu o'ziga qilingan bir nusret. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de Allah'a yardım bersanglar Allah sizlarga yardım berdi. Qadiminglarni Allah mustahkam qiladi. Yani haq ustida mustahkam qiladi degan. Endi boshda avval benda tirishchanlik ko'rsatish kerak. Jaza mukofoti Xudoning hidoyati bilan oxirlashadi. Shuning uchun Allah Qur'oni Karimda biz haqida tirishchanlik ko'rsatgan kishilarni bizning yo'limizga hidoyat qilamiz dedi. Sen bir Xudoning qishi intilmay turib, bormay turib, Xudoga yelinmay turib, sen Xudodan umid kutsang bo'lmaydi. Avval sen Xudoning qishiga bor, berish intil, niyat qil, o'ylan. Andan Xudodan hidoyat, barakat, nusrat talab qilsang bo'ldi. Chunki Alloh subhanahu va taolo yana shunday deydi. Alloh taolo bir qavm o'zini o'zgartmoqchilik, Alloh u qavmni o'zgartmaydi degan. Ulamolar tafsir qilib, bu yerdagi o'zgartish degan masala bu shaytonlarning yoyliqi bo'lgan shahvat yoyliqini sundirish demakdir. Bu şeytanın bu şehvetten ibaret yaylıqı, davamlıq molçilik bilen köklep tursa, şeytanlar öyle kelip durmamdı. Şeytanlar kaplamamdı. Qandaq mı bendige Xudanın jalal süpti muayyen bolsun. Sen bu yaylaqını uçup koydun. Şehvetten ibaret bir yaylıqını kən koyuvettin. Bu yerde bütün şeytan kapladı. Ondaqda sen Xudoga uçqishdan Xudo bilan bo'lgan sening orangdagi nur to'saldi degan gap. Bu yerda bir qissani so'zlab o'tay. Vatanda bir ziyoli biz ahli ilm qarindishimizga savol qo'yapti-da. Savol qo'yib, Xudo nima qilib bizni hidoyat qilmaydi? Bu nihoyat zabay, aroqkesh, aroq ichadigan, namoz o'qimaydigan ashtaki birisi ekanda. Allah nima qilib bizni hidoyat qilmaydi? Xohlaganni hidoyat qildi, xohlaganni hidoyat qilmaydi deydi ekanmiz. Undaqda seni hidoyat qilibdi, nima qilib meni hidoyat qilmaydi? deb shundaq deb. Degandan keyin bu birodar qarindishimiz mundaq debdi. Ey, sen bir o'qituvchi. Sen boshlang'ichniki 7 yosh, 8 yoshlik bolaga sen fizik, ximiya o'tsang tushunamdi. Siyoq tushunmaydi. Sen şunun loyiq narsalarni o'qitsan, shunun ish quramiga loyiq holatda. Sen bunda cho'ng gaplarni sen bek tushunib ketolmaysa, sen bir namozoni o'qib Xudoning qishiga bor. Uning yog'i andan seni Xudo asta yetaklab buna qishiga aketsin. Sen Xudoning qishiga berishga intilmay turib, sen o'zing 7-8 yoshlik bolaga fizik, ximiya, astronomiya o'tgandek, sen bu Xudoning qishiga intilmay turib, sen bek yo'g'on gapni tilavama Xudodan deb javob berdi. Shu so'zni eslatib Payg'ambar alayhisolatu vasallam yana shunday deydi. Agar shaytonlar deydi, odamning qalbida mushtaq o'lishib, chivindek o'lishib yurolmagan bo'lsa, insonlar osmondagi g'aybiyatlarga qarab ko'ralaydi degan. Yani bu qalb ko'zi bilan shuni haqiqat nurini ko'ralaydi dedi. Demak, Xudo bilan bizning oramizni to'sab turadigan bu yerdagi parda nima deganda qalbimizdagi, nafsimizdagi shahvat. Payg'ambar alayhisolatu vasallam yana shunday deydi, Ramazon to'g'risida jannatning Rayyan ismli bir darvosi bo'lib, bu ishkidan faqat ro'zlarlar kira oladi. Bu kirgan zamonlar avtomatik etilib ketadi degan. Biz sana hamda mushinchilik, taat, ibodat haqida yetarlik mazmunlarni sana sunduk. Bidayetul Hidaye namlı kitabımızdan. Namaz, taharet, roza, cüme ve kıza doğruluk hamda. Yani bu hidayetninki, zahiri hidayetinin mukaddemelerden hamda. Eğer sen
hac to'g'riliq, zakat to'g'riliq, texmi bekrak ortiq ma'lumotlarga erishaydi desang, yuqorqi ibodatlar haqida. Biz İhya Ulumuddin nomli kitobimizda bu haqda tafsiliy mazmunlarni bayon qilib o'tdik. Sen shu kitobga murojaat qilsang yaxshi. Endi biz shuna qilib İmom G'azzali rahmatullohi alayhiniki hidoyatninki tashqi hidoyatning birinchi bosqichi bo'lgan toat, ya'ni ibodat bosqichini o'tib bo'ldik. Biz ikkinchi bosqichda hidoyatninki tashqi ikkinchi bosqichlarda gunoh ma'siyatdan yig'ilish, to'xtash haqida to'xtalib o'tamiz. İnşallah bu dersini biz her cuma bir san çıkarıvatımız. Keler cuma görüşeyle. Allah'a emanet, aman bulanlar. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.